Tezkir. Savol bor, mana savol. Instagramga video qo'yamiz, savol. Qaranglar. Kamronbek aytamizda qara. Sen haqingda savol bor ekan. Mana Kamronbek bor ekan. Uni o'rtoqchalari bor ekan, mana ular, kichkintoylar. Qaranglar. Kamronbekda 3 ta koptogi bor ekan. Futbolda, futbolga boramiz, ko'kagras, to'g'rimi? Kamronbek undan bittasini olibdi-da, bittasini olib futbolga boribdi o'rtoqlar bilan o'ynashga. Boshqalarini olmabdi. Keyin uni o'rtoqlari ham mana shu ikkita koptogi olmasligini bilibdi. Aynan mana shu koptogida olishni bilibdi. Bu qanday bo'lishi mumkin va nima uchun shunaqa? Chunki u katta to'p ko'proq. U chunki yangi bo'lgan. Yangi bo'lgan. Yo'q, siz ko'p o'ynagan buni. Ko'p o'ynagan. Xato. Chunki Kamron har doim o'rtadagi narsani taniydi. Nima qilamiz? Kommentariyada javob kutamiz. Yo'q. Kommentariyada kutamiz. Kommentariyada kutamiz. Kommentariyada kutamiz. Молодец, Osman. Давай. Обед. Ochil.